Saharmi, kechasimi, qarochi soat 3da dovdirab yo'lga chiqdik. Yana ustiga yetmaganda Get Ready With Me videosini olganman. Profilga o'tib ko'ring. Xo'sh, bu soatda qayerga ketyapmiz? Video oxirida o'zimizga kelishimiz uchun har xil qo'shiqlarni eshitib ketdik. Mashinada baland qilib muzika eshitish vibe'ini sog'ingan ekanman. Chunki mashina bilan uzoq yo'lga chiqmaymiz. Turkiya yo'llarida mashina haydash ham pullik hisoblanadi. Tekis yurgan yo'llaringiz uchun pul to'laysiz. Orada ovqatlanishga kirdik. Ko'ftachi Yusuf reklamasi ketyapti. Mayli, nima qilamiz endi? Qorinjonni to'yg'izib yana yo'lga ravona bo'ldik. Istanbulning nimasi yoqadi sizga deb so'rashsa, mana shu ko'priklar deb javob beraman. Normalniy videoga olmagan bo'lsam ham, go'zalligini ko'rib turibsiz-ku, qanchalik go'zal. Shu bilan manzilimizga yetib keldik. Istanbul aeroporti. Yo'q, darrov xulosa chiqarmay O'zbekistonga qaytmayapmiz. O'zbekistondan kelayotgan ota-onamizni kutib olishga keldik. 2 soat vaqtli kelimiz, samolyotlarning uchishini tomosha qildik va nihoyat kelishdi. Tanishing, qaynotam va qaynonam. Qoroni yarmi taniydi. Ikkovlari ham bolalar shifokori. Yana yo'lga tushib o'zimizning shaharchaga uyga qaytdik. Jonlari sog' bo'lsin, bizga shuncha narsa olib kelishibdi. Erginam bilan ko'zimizga surtib yedik. Shu bilan görüşürüz.